وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hürmet көрерменler, программамыздың növbetlik sanıda Allah'a ihlas bilen ibadet kılınlar degan temada toxtalımız. Allah Taala Gafir suresinin 14. ayetinde mundaq deydi. Fad'ullaha mukhlisina lahu'd-din velev kerihal kafirun. Sadaqallahul azim. Bu ayetninki qısqacha tercüme ve tefsiri tövendikçe kafirlar yaman köygen takdirdimi? Sizlar Allah'a dinni şirik ve riyadını sap qılgan halda Allah'a ibadet qılınlar deydi. Hem de ulamalar bu ayetinki şu dinni şirik ve riyadını sap qılgan halda Allah'a ibadet qılınlar degan ayetning texmi uçuk ma'nosini aytib, ya'ni Allohga ixlos bilan ibadat qilinglar deb sharilagan. İxlas mu'minning hayotidan aytmak muhim. Chunki bu ibadatning qabul bo'lishiningki muhim asoslik shartning biri. Chunki ixlos bo'lmagan hech qanday bir ibodat qabul qilinmaydi. Shuning uchun biz har qanday ibodatlarimizni ixlos bilan qilishimiz lozim. İxlosning ulamo lug'at ma'nosi, ya'ni Alloh rizosi uchun ish qilish, sap niyat bilan ish qilish degandek bir xil ma'nolarni o'tirib qo'ygan. Bunun içinde en lügat ulamalarından tatip tefsir ulamaları birlik kelgan narsa, ya'ni riyani terk etish deb tafsir qilgan. İxlos degan riyani terk etish. Riya bu insonning hayotidagi eng cho'ng bir xatarlik virus. Har qanday bir amalga riya aralashdimi, bu ibodat tugaydi, nol bilan barobar bo'ladi. Shuning uchun biz bu programmamizda o'zimni va butun qarindoshlarimni har qanday bir yax ishni qilgan vaqtida niyatni qayta yangilab, mush riya degan narsadan yiroq turishni, riyani ehtiyot qilishga ogohlantirman. Bu riya haqiqatan xatarlik. Shunga Alloh taolo mushu ixlos va ixlosga aloqador mushu oyatlarda 30-oyatda Alloh taolo mu'min bandalarni mushu nimaga buyurgan? İxlos bilan ibodat qilishga buyurgan. Ya'ni dinni şirik itqatdan ve riyadın saplaştırgan halda Allah'a ibadet kılışkı buyurgan. Yani Sure Gafir'ninki 65. ayetinde Allah ayetidir. Vel hayy la ilahe illahu fad'uhu mukhlisina lehu'd-din velhamdülillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Ayetin tercümesi ana Allah devamlı hayattır deydi. Bütün yer şarida insanlar çoğunayotgan, ibadet qilayotgan narsalar ya cansız taş, ya ki olmasa aşında her xil narsalarga ibadet qiladi. Ama biz mu'min musulmonlarning ibadet qilgan igimiz davomli hayot. Ana shu Allohdan boshqa yer yuzida ibodatga loyiq bir mashqanda bir iloh yo'q. Deb bo'lib Alloh taolo aytdiki, ana shu Allohga dinni riya şirklerden süzük sap qilgan halda Allah'a ibadet qilinglar. Hamd sana, barliq hamd sana, alemlerning Rabbiga xosdir dedi. Yani sen mush itqat qilargan bo'lsang, sen hayotingda Allah bir, Allah'dan boshqa ibodatga loyiq hech qanday bir zot yo'q deding, anadagi diningni şirk ve riyalardan sap halda Allah'a xolis ixlos bilan ibodat qiladigan bo'lsang, elhamdülillahi rabbil alamin degan bo'ladi. Elhamdülillahi rabbil alamin danglar. Çünkü bu mu'minning hayotidagi eng cho'ng muvaffaqiyat. Nurg'ulgan insonlar islomni topadi, haqni topadi. Afsus, shayton alayhi la'na insonlarni azdurib, uning ibodatlarini bekor qilish uchun uning qo'shida riyo deydigan narsani aralashtirib qo'ydi. Riyo degan, ya'ni kishilarga ko'rsatib ibodat qilish, kishilar ko'rsa suyunib qilish,
Bunu inşallah tamamen çunqurlab ahirda Rasulullah'ın hadisleri bilen bu riyanın ki ma'nalarini tushundiramiz. El muhim mümin Müslümanlar davamlı şirketlerimizde muş riyanın aralashib qilishdan bek diqqat qilishimiz lazım. Yani Allah Teala Sure Beyyina'nın 5. ayetinde aytadi: "Ve ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lehu'd-din, mukhlisina hunafa'a ve yuqimus-salat ve yu'tuz-zakat ve zalika dinul qayyim." Ola fakat Allah Teala yani dinni şirk ve riyadını pak qilgan holda haq dinga itiqad qilgan holda Allohga ibodat qilishga buyurildi, namozni ado qilishga buyurildi, zakotni berishga buyurildi deb Alloh zalika dinul qayyim. Ana shu haqiqiy to'g'ri dindir deydi. Bulup bu ixlos bilan ibodat qilish, namozni joyida o'qish, yo'qsullarga zakotini vaqtida olib berish, mana bu eng to'g'ri dindir deydi Janob Alloh. Yana Allah Teala şu bir ayet-i kerimde bizni agalandırıp o ayetin ki tercümesinde de ey müminler sizler halkka riya kılıp halk aldıdır riya kılıp durup meline nefkigan adamga o'xshash sizlar sadaqatlarni minnet ve eziyetler bilan ihson qilgan adamga minnet qilish, eziyet qilish bilan uni bika qilib o'tmanglar deydi. Deb qilib, mana bu odamning misoli, o'sha riyoxo'rninki amalining misoli bir qattiq toshning ustida chang tuzang bor, uning ustiga bir yomg'ir yog'sa, u yomg'ir uni pak-pokiz yuvatgandek riyo amallarni pak-pokiz bika qilib yutadi degan Janob Alloh. Şuna bu riya hakikaten xatarlik bir narsa. Yana Allah Teala şu Maun suresinde "Fevailun lil musallin hum an salatihim sahun ellezine hum yuraun ve yemnaunel maun" deydi. Şunda bir namaz o'quvchilarga voyki, ular namozini g'aflatda o'qiydi, riyo qilib o'qiydi deydi. Kishilarga o'tni yerimi bermaydi deydi. Ya'ni bu yerda riyo qilib o'qiydiganlarninki haliga voy, yani ular veylun degan do'zaxga kirib qoladi deydi. Sap namoz o'qimaganlarning hukmi aniq endi kafir. Ammo mu'min musulmon turib ixlos bo'lmasa, riyo bilan haq ko'rsin deb masjid chiqsa, haq ko'rsin deb ibodat qilsa, haq ko'rsin deb yaxshi ish qilsa, bu ibodatlarninki qabul bo'lmaydiganligini, aksicha bu insonlarning o'rninki veyl degan do'zax bo'lganligini Alloh taolo bundan ogohlantiryapti. Abi Said al-Hudayri degan sahobadan rivoyat qilindiki, bu sahoba aytdi, biz mushu Masih Dajjalninki xatarlarini muzokara qilib o'ltirgan edik. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bizningki yenimizga keldi deydi. Kelib Payg'ambar alayhisolatu vasallam bu sizlarga Masih Dajjalninki xatardan yomonroq bir xatardan qo'rqima deganda, mushuni sizlarga deb beraymi, sizlarga ogohlantiraymi degan sahobalar bo'ladi ya Rasululloh. O qaysi bizga tushuntirib qo'yishlar deganda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam degan yushurun shirik. Yani bir adam namoz o'qib turdi. Yani bir adam bu adamning qaraganlikdan o'qib, yani atrofdagi odamning bundan qarayotganligini ko'rib, namozini chiroyli o'qib ketdi. Mana shu yushurun shirik degan. Alloh o'zi saqlasin. Yani bu Masih Dajjalning xatari kichik xatar emas. Hadisda, sahih hadislarda keladi. 1000 odamning 999 Masih Dajjalning keyini ketib qoladi. Bir adam aqdi mustahkam turib jannat chilaydi deydi. Masih Dajjal ashunda naiti sihri bilan haqning ko'zini buyab o'tirg'i chiqadi. Jannat do'zaxni xalq ko'rsatdi. Do'zax degani jannat, jannat degani do'zax buning qo'lida. Bu shunda naiti xatarlik nurg'ulgan insonlar ezib ketdi. Shunga bo'la buni xatardan ansirishib muzokara qilish o'tganda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu Dajjal haqiqatan xatarlik, ammo Dajjaldan yomon bir xatarlik narsa bor. U bo'lsa-mu yushurun shirik, yani riya degan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Bu riya hakikaten xatarlik narsa, qilgan amallarimizning hammani yo'q chiqarib yutadi. Shunga dinda Allohga ixlos bilan shirk riyadan sap suzuk holda ibodat qilishga buyurildik. Bu riyaninki yana bir xatarni bayon qilib qilgan bir hadis bor. Abu Hurayra roziyallohu anhudan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mundaq degan rivoyat qilindi. Qiyomat kuni 3 turlik odam ustidan eng avval hukm qilindi. Uning biri şehit bo'lgan kishi deydi. Allah bu şehit bo'lgan kishini so'roq maydoniga ekilib,
Bizning hayotida bergan ne'matni bu insonga tunutdi, bu inson o ne'matni tunuydi, e'tirof qiladi. Anandikin Allah aytadi men. Mushunda ne'matlarni berdim sana. Mush ne'matimning bedeliga sen nima ish qilding degandan keyin bu inson aytadiganki, ey Alloh, to'g'ri, men shunda ne'matlarni berdi, men mush o'zining yo'lida jonimni berib shahid bo'ldim degandan keyin Allah aytadiki, kazibdi, sen yolg'on so'zlayapsan deydi. Sen yolg'on so'zlading deydi. Chunki Allah innahu alimun bi zati sudur. Cenab-ı Allah qalblik narsalarni bilguchi zot. Bu odamning qalbida bu Allah rızasını ko'zlanmagan edi. Riya bor edi. Shunga Allah aytadiki, "Yo'q, sen yolg'onchilik qilding. Sen mushunda bir mahir urushqa, kuchli, qahramon odam ekan deyilib qolsin uchun, xalq muhimda desin uchun urush qilganding, shahid qilingandan, xalqning tushunchasi bo'yicha, o'zingning tushunchasi bo'yicha dunyoda deyilib bo'lding" deydi. Falan mushunda ajoyib qahramon odamdi, shunda kuchli odamdi, mushunda shahid bo'ldi degan nomni ep bo'lding deb pirishlarga buyruq qildiki, buni do'zaxga tashlanglar deyildi. Buni huzurchak so'rab do'zaxga tashlandi deydi. Alloh o'zi saqlasin. Andan keyin ikkinchi turlik odam ilm o'rgangan va kishilarga ilm o'rgatgan odam va Qur'oni Karimni o'qigan kishi. Bu kishini olib kelib Alloh taolo o'zining ne'matlarini tunutdi. Bu inson Allohning ne'matlarini tunuydi, e'tirof qiladi. Andan keyin Janob Alloh aytadi buningga, sen bu dunyoda nima ish qilib kelding oldimga? Nima ishlarni qilding degandan keyin, ey Alloh, men seni yaxshi ko'rdim, ilmni yaxshi ko'rdim, ilmni so'ydim. Men sizning yo'llarda ilm o'rganib va ilmni o'rgatdim, Qur'on o'qidim degandan keyin Alloh aytadiki, sen yolg'on so'zlading. Sen olimkin deyilsin, qorikin desin deb qolsin uchun qilgan eding. Dunyoda seni olimda faqat beshg'alib ko'tardi, hurmatingni qildi, qori deyildi bo'lding. Sen maqsadingga yetding. Ama sen yani Allah rızasını qilgan ishlar emasdi bu. Deb buni ham do'zax hukm burishga hukm qilib, do'zax tushirishga, tashlashga hukm qildi. Buning bandini yuzchak so'rab do'zax tashlandi deydi. Andan keyin uchinchi turlik shaxsni keltirdiki, u bo'lsa-mu Allah ko'p mol dunyoni bergan, bu mol dunyolarni nurg'ulg'an haq yo'llari hayligan. Bu adamga Allah Taala ne'matini eslaydi, e'tirof qiladi. Andan keyin Allah so'raydiki, sen nima ish qilib kelding degandan keyin, men o'zlarining yo'lida har qanday bir Allah yo'lida bo'lgan degan yo'l bo'ladi ekan, bu yo'lga mollarimni sarf qildim, xarajat qildim degandan keyin Janob Alloh, "Yo'q, sen yolg'on gap qilding. Sen falani sahiy odamkan deshinde bunda qilganding. Haqiqatan haq seni sahiy odam deb maqtadi. Dunyoda maqsadingga yetding. Sen yani riyo qilib qilganding buni deb buni do'zaxga tashlashga buyurildi. Bu do'zaxga tashlandi deydi. Ana degan Abu Hurayra aytdi, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mening yutamga aytdi, qattiq birni shapallab turib dediki, "Mana mushu kishilar do'zaxning o'ti mushun bilan boshlandi yiqiladi" degan deydi. Alloh saqlasin. Man insonda ixlos bo'lmasa hech qanday ibodat qabul bo'lmaydi. Bu dunyoda hamma odamni atrofimizda urug' tuqqanlarimizdan tortib do'st, birodarlarimiz bu yaxshi odam, taqvo odam desa, qiyomat kuni uning ta'siri chiqib qolishini Xudoim saqlasin. Bir oyat karim bor. Bu amal jihat ziyon tortgan odamlarni bilamsizlar. Men sizlarga shu eng ziyon amal qilib ziyon tortgan odamni sizga deb beraymi, u bo'lsa-mu, shunda o'zi yaxshi ish qildik deb haq yo'lni ezib ketgan, ya'ni riyo qilgan muhimda bir odamlar degan oyat bor. Riyo qilsa amallar muhimda ta'sirsiz bo'ladi. Shunga biz dunyoda qishinib amallarni qilib oxirida qilgan amalimizni shaytonga o'g'irlatib qo'ysak, riyo degan virusni yuqtirib olsak, ish tugaydi. Janob Alloh meni va hammamizni shu riyo degan amaldan yiroq qilsin. Yana Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhudan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bundoq degan rivoyat qilindi. Kim mushunda bir anglasunki men qilgan ishimni deydi ekan, Alloh taolo qiyomat kuni anglatadi dedi. Kim xalq ko'rsinkan deb bir ishni qildi ekan, Alloh taolo bu kishini ko'rsatdi dedi. Ya'ni buning ma'nosi bu dunyoda xalqning rizosini izlab turib bir amalni qilgan bo'lsa, Alloh taolo qiyomat kuni butun insonlar oldida bu odamning niyatini ichib tashladi dedi. Bütün xalqning oldida buningki niyatlarini anglatib qo'ydi. Bu odamning haq ko'rsatgan, bu odamningki niyatlarini xalq ko'rsatib qo'ydi dedi. Ya'ni qiyomat kuni rasululloh ketadi dedi.
yuqori degandek insonlar yaxshi deb o'ylab qiyomat kuni uning ta'tirsi bo'lib qolish haqiqatan achinishli bir ahvol. Janob Alloh bizni bu dunyodami do'stlarimiz o'ylagandek yaxshi odam bo'lishga, oxiratdami yaxshilarning qatoridan qo'shishga muvaffaq qilsin. Men so'zimni yana bir Allohning bir oyati bilan eslatish bilan oxirlashtiraman. Alloh taolaning bir oyat karimda "Faman kan yarju liqa Allohi falyamal amalan salihan va la yushrik bi ibadati robbih ahada" deydi. Kimki Rabbiga chiroyliqcha uchrashishni umid qiladi ekan, "Men Rabbimga yaxshi bir uchrashsam" deydi ekan, bu dunyoda yaxshi amal qilsin deydi. Yaxshi amal qilsin u shu qilgan ibodatlarga Rabbiningki şu yaxshi amal ibodatning jumlasidan, ibodat yaxshi amalning jumlasidan, man Rabbiga bo'lgan ibodatga hech kimni shirk qilmasin deydi. Faqat amallarni Janob Allohning rizosi uchun qilishni o'rganaylik. Bu biz riyoninki ne kadar xatarligini yuqori oyatlardan, hadislardan yakınladik. Biz hissiyat kelib qilib, kishilarning qilgan amallarining hammani riyoga chiqarib yetadigan manda bir ahvol, bu ham xatarlik. Mana bu yerda oxirida yana bir eskartadiganim, bu adam riyo qildi deyish uchinchi kishininki haqqi emas. Uchinchi kishi bir odamning riyo qilgan qilmaganlik hukm qilinmaydi, qilmaslik lozim. Buni riyo qilgani biri Alloh biladi. Ikkinchidan shu ishni qilgan shaxs o'zi biladi. Ammo bir odam Alloh rizosi uchun bir ishni qildi. Ammo xalq buni anglab, bilib, onunga maqtadi, xursand bo'ldi, duo qilib ketdi. Bu odamning qilgan amalini o'zgartib o'tmaydi. Riyoga aylantirib qo'yolmaydi. Mushaqti Peygamber senden sorulganda, bazı bir işini kılsak, xalqni anglaydı, ko'rdi, o xalqla dua qiladi, bizim onu anglab, suyunimiz, mening işim netice yuribdi deb. Bu mu riyo bo'ladimi degan Peygamber sallallohu alayhi vasallam? Yo'q, bu Alloh taolaning mu'minga oldin bergan bisharati, xalqlarningki sana yaxshi duoda bo'lgani, tilakda bo'lgani, maqtig'ini bu Rabbining sana bu dunyoda oldin bergan bisharetlari degan. Bu hadislardan bilindiki, bu riyo insanın o'zining qalbida shu ishni qilgan vaqtida bo'lgan narsa, uchinchi bir odamning ishini riyo qildi deb hukm qilish haqqi yo'q. Janob Alloh hammamizni shu riyo degan ofatdan saqlasin. Yana ulamolar shu riyo qilganlikni qanday uquldi insonda riyo bor yo'qligini uqullam degan buningga muhim 3 alomatni o'tirib qo'ygan. Biri sen odam yo'q yerda ibodat qilishga sustashib qolsang, odam boyaga chiqqanda ibodatga shotir bo'lib ketsang, şunun qo'sha yana birov seni maqtaqal tursa, sen ibodatga taxam shunday haris bo'lib ketsang, seni bir odam tillasa, haqorat uchursang, sen yo'q bo'lib ketsang, bu ibodat faoliyat so'rullardan. Mana bu sendeki riyolikninki balig'ining alomati deb Ali radhiyallohu anhu bu alomatni o'tirib qo'ygan ekan. Janob Alloh hammamizni shu riyo degan ofatdan shariq qilsin. Allohga ixlos bilan ibodat qilgan salih muttaqi bandaning jumlasidan qilsin. Amin. Ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alamin.